Assalomu alaykum, men o'sha Dark Valon. Bugungi videoda men bomba chaynar parlamentini video chiqarmay qo'yib bomba cho'paldim. Yani ishtimam hammasidan bomba chaynar yani bir oydan beri video chiqmay qo'ydi. Shuning men bomba cho'paldim kanalimdan ayrilib. Shuning uchun videolarga bosib qo'ydim. Bugungi video bomba borib olaman. Yelanat nima bo'lyapti? Uyim kichkinalikdan kameram yoqolmayapti hozir. Onacha tashqariga ham chiqib oldim. Kerakchi nima video chiqmagan ana video birovni chiqqan videoga aytganman, nima videolar chiqarmay turganimni. Shu videoda bu videoda ham aytaman, shunga o'xshash ishlar bilan bo'lib video olaman. Hozir kanakullikdan foydalanib video olaydim va olyapman. Bu bombachi bir video olayotgan. Lavaya tushib ketardim hozir. Mayli. Yosh videoni boshlandi. Like bosani. What the fuck? Uyim kichkina va mana narsalar qishloqqa ko'chib olishim kerak. Dadada bir sayohat qilaylik. Boshqa yuklama bo'ldi narsalarni olib ketdik. Let's go. Şaka yürüyecek agarot neman agarotdek agarot faqat qishloqqa bor. Va kimdir uyi bor ekan bitta agarotda. Yo bu qishloq bu. Qishloq topdim darrov uyim olishga bo'lgan ekan. Yo men buzib qo'ydim dedi. Ish bo'lamiz. Bo'ldi. Matagan bor yaxshi. Mana metga tashab qo'yaman, egasiga olib ketadi bilan. Oppa, ne bo'ldi? Bu yerni uyim mana o'ziga ishlar boshqacha. Taq. Yurishi mumkin. Merni yo'qotani aytalamizmi? Men merman. Yo'q, qishloq mersizmi? Yo'qchi menga bitta uy bera olasizmi bu qishloqdan? Ha? Birinchi qaysi uyni bera olasiz menga? Narsalaring bormi o'zi? Bor. Bormi? Uzr. Qo'lim bosilib ketdi. Yana qo'lim tegib ketdi. Menga bergan uyingiz qaysi? Narni uy kerak senga? O'rtacha bo'lsa ham o'zim yashab turgan. Necha kun? Shu bir oy yashab turganda endi. Narni uy kerak. O'zi narsalardan qilish kerak. Remont qilish kerak. Mashga kirasiz. Mana shu uy senga. Okey. Oyga necha pul to'layman? 5000. Okey. Bo'pti. Ko'rishamiz. Bolalarni ishga kirmasam bo'lmaydi. Uyni to'lash kerak endi. Kirgan bo'lib ishlashiga ketaman. Janob mer. Menga ish yo'qmidi? Bor. Qishloqda, ayrotda hozirlab chiqsang. Naqa uydagi ijara pulini ozod qilaman. Necha oyligini? 1 oyligini. Okey, shuni 1 oy to'lamini? 1 oyligini to'laman. Okey, hozir qishloqda barcha ajarotlarmi? Yo'q. Qaysi ajarotda mer? Manon bilan keyin manon. Keyin men ajarotdim. Qani, mana shu 3 ta ajarot, bo'ldi hozir. Men hozir ishlarim bilan ketyapman. Okey, onachlar. 1 oyda to'lovni amalladik. Keyingi oy to'lovni amallash kerak.
Okey mana böyle bu tamamda bu tamamda. Okey mana onu sizlar videoga like bosib onu qo'yinglar. Like bosib onu bo'lmaganlar uchun men bomba channel falan. Shuning uchun aktivni ko'tarish kerak. Shu aktivni ko'tarish kerak. Chunki like bosib onu qo'yinglar. Men videoni bir hafta ichida chiqarishga harakat qilaman yoki kun ichidami. Rost bir hafta yoki bir hafta bo'lmasdan oldin video chiqarishga harakat qilaman. Buni sizlar aktivni ko'tarishinglar kerak. Aktiv qanchaki baland bo'lsa, shunda tez videolar chiqarishga harakat qilib ko'raman. Aktiv bomba qilishinglarki ko'ramiz yani. Bu videoni do'stlaringizga yoki kimdirlarga uzatib qo'yinglar, ulashib qo'yinglar. Shunda ko'proq odam meni ko'radi. Ya'ni like bosganini bilib, ulashsanglar meni ko'proq odamlar kuzatadi. Mana urug'larni olamiz shunda. Okey. Alo, bo'lmish. Meri qatdan gapiryapti. Qishloqqa mer kelishini kutish kerak endi. Mer uyda emasmi? Yo'q, eshigi ochiq qolgan ketgan. Ayyo, men ko'zimga shunday ko'rib, eshigi qulf. Jidel gapim eshigi lanat. Mayli. Matengam solib qo'yamiz. Yo'q, mer janoblari. Men ajoyib tozalab olgan edim. Tashi. Hozir. Mana. Bu mana. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yur. Nima? Holating yaxshi. Sazi. Rahmat, mer. Mer janoblar bu yoqqa kelib olinglar. Mer janob. Mer, bular kim mer? Sana qancha? Mer, bular kim? Qishloqlar? Nima meni uyimga yurishibdi? Bilmasam. Bor chiq. Chiq. Bu uyni qochib turaymi? Bu uyni mer sotib oldim. Yo'q, men sotib oldim. Yo'q qalish endi. Mer biz ishimizni hal qilib bering. Bo'pti, borish. Mana. Bu uy sotdingizmi? Ha, sotdim. Bo'pti. Nima qildingiz hozir ularni? Chiqishni o'ldirib qo'ydim. Kerakmasdi. Jinnilardi. Mer, ya'ni nima edi? Ertalab meni uyimga kelib keting, sizga gapim bor edi. Bugun kech bo'lib qoldi-yu. Bo'pti. Yo'q, mer nasra sotib ketibdi-yu. Hey. Ha, nima deysiz mer qattasiz? Ha, mer. Bittali qishloqda ajroti senga o'zing xohlaganingni olib. Do'tini hayot haqida gapirmang. Ertaga kelsa bitta gapim bor edi. Bo'pti. Endi dam olamiz. O'zim. Ertalab ham bo'ldi. Yo'q. Kichkintoy. Qalasan hozir mer janoblar keladi, shunday bekini bitta o'shatdi.
Mer. Bo'lmaydi. Men chaqirgan ekansiz. Mana bu bolaga e'tibor bermang, bu meni bolam. Meni o'g'lim. Endi qarang. Kiring uyimga. Mana shu yerga keling. Mana shu yerga o'zimga ajratib qurmoqchiman. Nima deysiz? Qurvolar. Bo'ladimi? Sizda paqir yo'qmi-da suv olib kelib, hajotimiz ekinlarga suv quyib turadi. Rahmat kerakmi senga? Kerak senga. Nimaga? Qo'yib qo'ygan. Bitta brosh qanim ber. Bilmayman. Qo'yib ketib qo'yamiz. Nimasini nima qo'yib. Kerak chulasiz. Ya, o'zimiz bosamiz. Paqir yo'qmi sizda? Yo'q edi. Ana bolamga ovqat bera olasizmi? Bolamga ovqat bera olasizmi? Bo'ling qani. Mana o'ynab yuribdi. Bolajonim, amakiga salom bering. Amaki assalomu alaykum. To'xta. Nima? Endi amaki, men oldin yurimgina. Amaki, mencha bo'lingiz bilan to'xtalimmi? O'zi shunaqa. Ha, bo'ldi. Endi Baki. Hey, bo'lmish. Ketyapman. Baki, mana yurib senga. What the hell? Kattamasu? Senga bo'laman. Okey, rahmat mer. Hammaga rot tozalab chiq. Yarati. Nimaga? Kerak. Yo, mer yangilik bor. Ha, Bolam katta bo'ldi. qani. Mer kattasiz? Keling. Kelyapsizmi? Qarang, bitta bolam katta bo'ldi. Mana mening ikkinchi bolam ham bor. Mana ikkita aka-uka bolam katta bo'ldi. Mana mer uzr. Mana u mana uchinchi bolam. Ikkita bolam katta bo'ldi mer. Men to'rtinchi bolam ham tug'ildi. Hozirgina. Xotining bormi? Albatta, xotinim mana. Salom ber amakiga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xotinim bor ko'rasanmi? Uylanib oldim bu qishloqqa kelib. Deb aldayman. Bu bolani topib oldim, boqib oldim. O'zimga o'xshagan bo'lmas ekan bular ham. Bitta narsa aytaymi? Botingga borib. Nima? Botingga borib. Bo'lmish. Hey, to'xtang, savolda men ajvatlarni tozalayman, konga boraman shunda. Konga bor, vaqtingga borib. O'g'lim, shu yerda o'tirib tur. Men amakim bilan konga borib kelaman. Amaki borasizmi men bilan? Ketdi. Cho'qatda. Nechoningizni bilmadim. Mana bu yerda ozgina sayohat qilib kelaman. Mer, qoching. To'xtab tur. Qo'rqyapti. Merni aytib ishlamaydi, kommentariy yozib ketinglar. Chiqing. Endi jimgina qishloqda ishlaringizni qilib turing. Men ozgina tosh olib chiqay, keyin joyga boramiz. To'xta, yuringga. To'xta, men tosh olib chiqay, bu qaraqadan tosh chiqmayapti. Yerlarni tosh chiqa qol. Gravida nima bor bu yerga endi?
Sodiq yo'lini buzyapsanmi? To'g'rilayman. Yur. Hikam sovg'a qilaman senga. Yo'q, men o'zim ketkaz kelaman. Men o'zim kuchayib bir olovlar qilaman. Yur. Sen sovg'am bor, yur. Hozir men to'xtab turing, yana 5 ta tosh kelib olay. Oxiriy tosh. Kelganim chetga padarka qilib kelaman. Kimni topib oladi? Xazina bu. Chiqing men. Uying qayerda edi? Aytmadi uy. Короче, hemen çıkma. Hiç deme yok sana da. Olmasa kirka. Kirka var bende kirka. Belki. Ha? Yok kapı. Buna kadar var bende. Men boyman. Yok. Ben o qarab oling. Qarang men bolalar, to'g'ri sanaqa kirmang. Qarang oldingizga mening bolalarimni. 5 ta bolam bor. 2 ta kichkina, 3 tasi katta bo'lgan. Ot. Olmasa saqla. Paypay yo'q ekan. Paypay olma. Yuvarlan seni bilan. La'nat. Korоче, seni bilan kuyib olamiz. Bolalarim ko'rdinglarmi? Men boyman. Hatto merdan ham boy bo'lib ketdim. Mer, bu qishloqning meri menman. Hazillashdim men. Ular qo'rqib ketmang. Korоче, bolalarimni xayrlashishga sovg'a bermaysizmi yangi uyga? Yo'q. O'zing olasan. La'nat, bo'ldi, bu joyim bo'lsa, amaki sovg'a bermaykan. Sherat berishadi. Sovg'a bering, mer. Yo'q, barchaga xayr sizlardan. Men o'sha darqalon bo'lib, bo'lmashi darajada boy darajasiga ko'tarilib oldim. Mer sababli keyingi videolarni ko'rishni xohlasanglar, like bosing, qo'yinglar bilan. Men o'sha darqalon mer. Hammaga xayr omonatchilar. Like bosing, qo'yinglar.